Assalomu alaykum, hurmatli birodarlarim, yaqinlarim, mehribonlarim. Bugun Yandex kompaniyasiga gapirmoqchiman-da. Ertalab boshida turdim. Menga anaqada 07 dan to 08 49gacha. Anaqa yursa 51 ming bonus pogorada yozib qo'ygan ekanda. Xursand bo'lib chiqib, soat 6:24da zakaz oldim, birinchi zakaz. Zakaz oldimda uni olib borib qo'ydim. Olib borib qo'yganda 20 kilometr yurdim. 20 kilometrga 52 ming so'm. Men hisobot yozishni yaxshi ko'raman. Bunaqa qilib yozib oldim. 52 ming so'm to'ladi. Keyin 07 dan anaqa yana komport berdi. 8 kilometrga 22 ming so'm pul berdi. 07:49da yana komport berdi. 11 kilometrga 71 ming so'm berdi. 2600 so'm, 2750 so'm. Uchinchi zakaziga 1 kilometrga 6455 so'm berdi. Endi ana ikkitasi aniq qilganlari birinchi klientimdan so'radim-da endi. Kechirasizlar, menda o'g'lim anaqa so'zada ishlaysizmi? Ha, so'zada magazinda ishlayman dedi-da, ishlatuvchilargina gaplashibdi, o'tirib, haligi bitta o'rtog'ini poyladi, mani mashinamda. Mana shu eshik ochilmagan ekan, ozgina o'tirsam maylimi desa, mayli dedim. Gap yo'q dedim. Shu bilan hali zakaz bermayapti o'zi, menga zakaz bermadi-da. Undan keyin ozgina u bilan o'tirib gaplashib qoldi erta. Men aytdim, bir kunda qancha pul topasiz taxminan deyapman. Menimcha $100 oshsa kerak dedi. $100 topaman dedi bir kunda. 1 million, 1,5 million bir kunda topaman dedi. Oho, men unaqa pul topolmayman. Men faqat 200 ming, 300 ming pul topsam, xarajatlarini qilib chiqarsa, shu 200 ming pul qoladi-da bir kunda topgan pulim dedim-da. Voy, nima bo'ladi bu deydi. Yo'q, amaki shunaqa, men bu nimalar dedi, ana dastlabkilarda ko'proq pul topadi-yu dedi. Hani mashina anaqa 500 topishadi bo'ladi dedi. Qanaqachiga siz shundoq mashinangiz bo'lib turib, mashina o'zingiznikimi dedi, ha, o'zimniki dedi. Voy, mashinani o'zini narxi turadi-yu dedi, qimmat, mashina qimmat-ku dedi. Deb kulib o'tirdi mashina qilib. Xullas, u bilan gaplashib, xullas ham rozi. Chunki u bundan ham ortiq pul to'la oladi, chunki u juda ham yaxshi bola ekan. Xo'p, ikkinchi zakaz oldim. Ikkinchi zakaz olganimdan keyin men o'zim gapga soldim. Xullas, yomon emas, hammasi o'ziga to'q, necha pul oylik olasiz dedim. Hozir 17 million olaman dedi. Bir oyda olayotgan pulim dedi. Lekin juda ham kam dedi. Juda ham kam dedi. Voy, qanday yaxshi, anu $100 bo'lsa, bir oyda 30 kun bo'ladigan bo'lsa, pashti 2,5 ming $3 olarkanda bir oyda. Unda 30 million bo'ladimi? Shunda deb o'zimcha xayol qildim. Keyin anaqa menga yana bitta zakaz berdi. U endi turk anaqadan Parkinskiydan oldim uni. Parkinskiydan oldimda uni keyin men bu o'zimizni selxozga, o'yimizga yaqinroq joyga olib keldim men bitta. Selxozdan o'tgandan keyin bir firmaga olib kelib berdim. Endi yo'lda ishqilib o'zbekchani bilarkan-ku. Turk bo'lsa ham anaqa yaxshi, so'zlashlari yaxshi, ancha o'rganib qolibdi o'zbek. Sizlarda dedi, prezident ko'p narsani e'tibor qilmaydi. Prezident bir so'z uradi, lekin uni anaqa amaldorlar amal qilmaydi unga dedi. Mana misol uchun bizga dedi, yer bermaydi, joy bermaydi, juda katta pulga sotadi dedi. Bizda unaqa emas dedi mana. Hech qachon anaqa O'zbekiston Xitoy bo'la olmaydi dedi. Uni uroviniga chiqa olmaydi dedi. Chunki rahbarlarning o'zi prezident alohida qancha gapirsa ham, harakat qilsa ham, lekin uni yordamchilariga bir tiyindan hokimga, boshqasiga u gapiraveradi.
Mana bu yerda prezidenti pul ajratadi, foizi yo'q, anaqa mana kreditlar beradi. Faqat uni kim oladi, uni bilmayman dedim men. Shunaqa beradimi dedi. Ha, beradi, foizi yo'q. Anaqa imtiyozli kreditni beradi. Anaqa ishchilarga pul beradi, tadbirkorlarga pul beradi. U menimcha u iskazka bo'lsa kerak deydi. U hisobot so'ramaydi-yu deydi prezident, hech kimdan hisobot so'ramaydi, chunki sen uni qilgan, sen buni qilgan. Mana bizada ishlaydigan radarga tushaveradi, pazarga tushaveradi, pul to'layapti, endi radarga anaqa qo'yib qo'ydi deydi haligi. Nima deydi? Anaqa bal qo'yib qo'ydi, menimcha bal to'lasak yana pul ishlashi deydi. Mana deydi, nima to'g'risida gapiryapti. 5 yilda anaqani aylantirish, yana pul ishlash. Prezident bilmayman, sizlarni anaqalarga tushunmayman dedi. Sizlarni hayotinglarga, sizlar eng qalo mamlakatlardan meni haqorat qildi. Voy, sen neyman unaqa deb o'ylayapsan? Men o'zim yaxshiman, o'zimga to'qman, men mehnat qilaman, mehnatimga yarasha pul topaman, halol bildim. Bu yerda deydi, anaqa o'zi uniki emas deydi, o'ziniki emas, xalqi mulkini deydi, sizlar dedi talon-taroj qilib sotiladi, shuni bilasanmi deb men gapiryapti. Qanaqachiga sotiladi? Qanaqa qilib meni mulkimni talon-taroj qilib sotiladi dedi. Shunaqa dedi. Shundoq anaqalarim xafa bo'lib ketdim endi uni gaplariga, to'g'risini aytsam. Men chunki mehnat qilaman, hamma narsani harakat bolalarim uchun deyman, bolalarim kelajagimiz uchun deyman. Bizani mana zurriyotimizni boshqacha deb mana ko'p narsalarni hammamiz uchun deb harakat qilaman. Ular bir boshqacha. Prezidentim men anaqa mash kelganimdan beri men sizlarga bir chatkalar qo'ydim mana. Betlarga bir chatka qo'ydim. Betlarni hammasini chiroyli joylarga aylantirdim mana. Betlarni hammasini. Mamutlarni qarang, mamutlarni hammasini chiroyli joy bog'la qildim. Bo'layki masala. Mana shu yerlarini, boshqalarini hammasini o'zim qildim. Men yo'llariga joylar qildim. Men bitta turaman, oxirigacha yetkazib olmayapmiz, chunki meni aldashgan, pullarimni berishmagan. Mana shunaqa. Qarang, qanaqa chiroyli mamla o'sganlarini qarang. Hamma narsa. Mevalilar. Men bitta siz haliga qilgandek, mamda tepasiga do'ng qilib, mamda qilib, bu yerda qancha ish bor mana. Buni oxirigacha chopib chiqishim kerak. Endi yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'gani uchun mamda bo'ldi. Hozir sal selgisa mana uzumlar o'syapti, mana bu gullar hammasi mana obodonlashtirishga. To oxirigacha mana chiroyli joy qo'yaman mana. Men buni diski plashadkalar qildim. Keyin hokim buvamizdagi mana shu joylarni olaylik, musulkani boshqa qolaylik, kirib chiqish qiyin bo'ladi. Ani chetlarga olaylik yoki boshqa joyga ko'chiraylik deyapman. Mana shu yerga bolalarni o'ynaydigan joy qilaylik deyapman bolalarga. Mendan meros, men o'sib daraxtlar o'sgandan keyin orqasiga anaqa plashadkalar, mamlaqa chiroyli joylar qilsa bo'ladi desa. Men qurbim yetadi shunaqa narsalar qilishga, faqat pulga qiynalaman xolos. Men joylarni hammasini qildim masjiddan. Kelgandan beri masjidlarni hammasini chiroyli joy bo'lsa, chiqqaningizda shunaqa joy. Men harakatda qilaman, lekin men shundan 5 so'm pul topaman, birorta narsa qilaman deb. Yerga o't tutib uzum ekkanman. Naryo tarafiga 50 metr joyga. Keyin bu yog'iga ana kecha anaqa olma ekib chiqdim hammasiga. Men bitta qarang, olmalarni o'sib chiroyli bo'lganlarini qarang. Mana uzumlarni qarang, ko'karayotganlarini. Mana bu anjir, nok anjir, mamlisi, yana anjir, nargisi ham anjir. Mamlisi olxo'ri. Qarang, qancha narsalar qilsa bo'ladi chiroyli qilib. Men uni hamma misol uchun mashdan bitta narsa yesa, men undan xafa bo'lmayman-ku. Yeydigan qilib. Mehnat qilaman, hammamiz mehnat qilamiz-ku. Qancha odamlar mehnat qiladi. Mehnatini ko'rgisi, bergisi keladi, bolasi uchun harakat qiladi. Har bitta inson bolam uchun deydi. Siz anaqa
anaqa rahbarlaringizdan shu anaqa hokimlaringizdan hammasidan hisobot beradigan xalqqa hisobot bersin. Keyin mana hozirgi yozgan mana shu hozirgi esiga berayotgan e'lonim yoki shu prezidentimni berayotgan anaqalarimni nima deyishimni bilmayman. To'g'risini aytsam, kommentariy yozishgan kommentariyalarni o'chirib qo'ygan. Ular menga hech narsa bera olmaydi. Mana shunaqa. Xatolar ko'p. Shularni xatolarni faqat shu xatolarni o'zini ko'rsatib sizga ma'lumot berishimga izn bersangiz yaxshi bo'lardi. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, xalqingizni o'ylang siz. Hisobot so'rang prezidentimizdan, qani nechta odamga, nechta tadbirkorga qancha pul berding, kimga yer berding, kimga anaqa imkon yaratib berding deb aytyapti-ku, bizda sizlarda yer sotiladi. U puli bor bitta yashaydi. Biza eng qaloq mamlakatda, qashshoq mamlakatda yashab yurgan ekanmiz-ku, nega o'zimiz mana shunaqa chiroyli joylar qilib, hammasi mehnat qilib, hamma uchun qiladigan mana shunaqa chiroyli joylar qilishga hammamiz shunaqa qilamiz, chunki bunga ruxsat yo'q, izn yo'q. Nimaga unaqa? Ekologiya deydi, ekologiyani o'zi yo'q. Ekologiya faqat pul oladi, qilgan ishlari. Mana shunaqa gapiramansa gap ko'p. Hammamiz mehnatni yaxshi ko'ramiz, mehnat qilishni rohat, mehnatdan rohat olishni bilamiz, xolos. Radari hammasi anaqa yomon gapirishadi radar to'g'risida. Radarni o'zi kasbi bilmasa yomon kasb ekan, u kasbni bilmadim endi. U man duradgorman, man quruvchiman, man kafilchiman, man novvoyman, man oshpazman deb aytadigan radar kasb emas u. La'natlangan kasb. Nima qiladi la'natlangan kasb? Radar umuman yo'q qilib yuboring. Iltimos. Tarbiyani shundoq bersa ham bo'ladi. Hisobot so'rab turib, qani o'sha radarchilar nechta odamga yordam berganini, qani bundoq kim undan rozi bo'lganini bir hisobot qilib so'raydigan odam bormi? O'zi mana bunga kommentariyaga hech kim yozmaydi, yoza olmaydi, xalqi fikrini bildirmaydi. Negaki siz bizning xalqimizni qaloq qildiryapsiz, ongini pasaytiryapsiz. Siz qilmasangiz ham sizni yordamchilaringiz qilyapti. Mana shunaqa. Prezident sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shunaqa xalqingiz ezilayotgan xalqingizga yordam berishingizni so'rayman. Hammasi hisobot bersin, kimga qancha yordam berganini, keyin pulingizni kim olganini anaqa bir e'lon beradigan odam bormi? Mana shuncha pul ajratuvdi prezidentimizdan. Bunga shuncha narsa ishlatildi, mana shuncha tadbirkorga shuncha pul berildi degan so'zlar mana shunaqa hisobotlar bo'ladimi? Yer to'g'risida yer bering, har bitta tug'ilgan fuqarongizga sotuvdan tekinga bering, yer ajratib bering. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, xalqingizga xizmat qiling, xalqingiz sizni yaxshi ko'rsin, sizni borligingizni bilsin. Nomi bori o'zi yo'q bo'lib qolmang. Xo'p, xayr. Baribir xalqingiz uchun, xalqingiz nomidan sizga omadli tilayman. Allohu akbar.